Turkiy xalqlar nega bo'lindi? Nega o'zini o'zi yomon ko'radi? Haqiqatni bilasizmi? Salom aziz do'stlar. Bugun biz juda og'riqli savolga javob izlaymiz. Nega turkiy xalqlar bir-birini yomon ko'radi? Nega biz butunlay bo'linib ketdik? Bu faqat tarixmi? Yo'qsa ongimizdagi kasallikmi? Siz bu savolga javob topgach, balki o'zingiz ham hayron qolasiz. Tarixiy ildizlar, bo'linish qayerdan boshlandi? Qadimda turkiy qabilalar yagona elatlar edi. O'g'izlar, qipchoqlar, qarluqlar, kimeklar, barlaslar bu faqat urug' nomlari edi. Lekin biz bitta ildizdan chiqqanmiz. Lekin keyinchalik yer va suv, qudrat va hokimiyat uchun kurash boshlandi. Har bir urug' o'ziga men buyukroqman, mening qavmim boshqacha deb qattiq urinish qildi. Bu tabiiy bo'linish edi. Geografiya, iqlim, resurslar, hayot tarzi turli bo'lgani uchun odamlar ajraldi. Bu yerda nafrat yo'q edi. Lekin o'z-o'zini alohida ko'rish paydo bo'ldi. Tashqi kuchlar qanday bo'lib tashladi? Keyin bu bo'linishdan ruslar, Xitoy, Eron, G'arb davlatlari foydalanishni boshladi. Ular har doim bir narsani tushungan. Turk bo'linib ketsa kuchsiz bo'ladi. Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonni alohida boshqarish siyosatini olib bordi. Xitoy Uyg'urlarni ajratdi, madaniyatini bosdi. Eron esa Turkman va Ozarbayjon turklariga bosim o'tkazdi. Ular uchun bu bo'lib ol, osongina yut siyosati edi. Yurtlarni millat sifatida emas, qabilalarga ajratish ularga foydali bo'ldi. Ongimizdagi dushman nima uchun paydo bo'ldi? Bugungi kungacha ba'zi turkiy millatlarda shunday farqlar bor. O'zbek kibrli, Qirg'iz xomxayol, Ozarbayjon muammosi boshqacha, Turkiya bizni mensimaydi, Uyg'ur boshqa dardda. Bu fikrlarning ildizi aslida tashqi kuchlarning asrlar davomida singdirgan siyosiy virusidir. Ular bizni bir-birimizdan shubhalanishga, befarqlikka, hatto nafratga o'rgatdi. O'z tarixini yaxshi bilmagan avlod esa bu yolg'onni rost deb qabul qildi. Xo'sh, bu doim shunday davom etadimi? Bu savol juda muhim. Agar biz har bir turkiy millatlarning ildizi bir ekanligini anglasak, bu jarayonni o'zgartirish mumkin. Masalan, Turk davlatlari tashkiloti O'zbekiston, Qozog'iston, Turkiya, Qirg'iziston va boshqalar. Bu birinchi qadamlardan. Madaniy aloqalar, talabalar almashinuvi, birgalikda tadqiqotlar bu ikkinchi qadam. Ommaviy axborot vositalarida biz birmiz tushunchasini shakllantirish. Bu muhim uchinchi qadam. Agar biz tarixni o'qibgina qolmay, ongimizda birdamlikni tiklay olsak, bo'linish to'xtaydi. Nega hozir ham ayrim joylarda bu nafrat davom etmoqda? Buning sababi tarixni bilmaslik. Tashqi kuchlarning haligacha yuritayotgan axborot urushi. O'zbek, qozoq, qirg'iz, qoraqalpoq, turkiylar bir-birini to'g'ri tanimasligi. Internetda o'zaro haqorat qilish, stereotiplar bular faqat johillik natijasi. Kim tarixni bilsa, u boshqa turkdan nafratlanmaydi. Yechim bormi? Ha, bor. Yechim oddiy. O'zimizni tanish, bir-birimizni tushunish. O'zbek o'qisin qozoq tarixini. Qirg'iz eshitsin Uyg'urning dardini. Ozarbayjon bilsin qoraqalpoqning dardini. Turkiyalik qiziqsin O'zbekiston bilan. Xitoy bosimida qolgan Uyg'ur, turkiy qardoshlardan madad topsin. Bu birdamlikni anglashdan boshlanadi.
Xulosa, azizlar, bo'linish bizga tashqaridan kiritilgan kasallik. Agar biz bu ruhiy kasallikni anglab olsak, undan tuzalish oson bo'ladi. Birdamlik, bilim, tarixiy xotira bizni qayta birlashtiradi. Har birimizdan boshlaylik. Men boshqa turkdan nafratlanmayman deb aytaylik. Shunda 1000 yillik bu illat o'z-o'zidan yo'qoladi. Videoni yoqtirib, izohlarda o'zingizning fikrlaringizni yozib qoldiring. Siz nega turkiy xalqlar o'rtasida bo'linish bor deb o'ylaysiz? Keling, buni birga tahlil qilaylik.